Fayzem kompaniyasi o'z faoliyatini 1999-yilda atigi 5 nafar xodim bilan boshlagan. Bugungi kunda esa Xo'jaobod tumanida joylashgan Fayzem O'zbekistondagi yetakchi paxta to'qimachilik klasteridan biri hisoblanadi. 2008-yilda to'quv sexi, 2015-yilda ip kalava ishlab chiqarish korxonasi yo'lga qo'yilgan. 2021-yilda esa Fayzem rasman tan olingan klasterga aylangan. 2022-yilda sutkalik quvvati 24 tonna bo'lgan zamonaviy yigruv fabrikasi ishga tushirildi. 2023-yilda boshlab kompaniya yashil energiyaga o'tishni boshladi. 9 kilovatt quvvatga ega quyosh panellari esa allaqachon ishlashni boshlagan ekan. Bugungi kunda Fayzem kompaniyasida 1,5 mingdan ortiq odam ishlaydi. Klasterda yiliga 9,5 ming tonna kalava, 3 ming tonna gazlama, 7 million dona tikuvchilik buyumlari, 15 ming tonna un, 7,5 ming tonna paxta moyi ishlab chiqariladi. Mahsulotlar esa Polsha, Turkiya, Rossiya, Italiya, Qozog'iston va boshqa mamlakatlarga eksport qilinadi. Xo'sh, 5 nafar xodim bilan boshlab 26 yil ichida 1,5 ming xodim va katta klasterga aylangan ushbu kompaniyaning o'sish strategiyasi nimadan iborat? Bozorda qanday qilib yirik o'yinchiga aylandi? Bugun esa aynan shu savollarga javob topamiz. Assalomu alaykum do'stlar. Demak, loyihasini birinchi soniga xush kelibsizlar. Bugun tekstil bozorida o'zini o'rnini topib kelayotgan katta klasterlardan biri Fayzem kompaniyasidamiz va hozir rahbari Nurullo bilan suhbatlashamiz. Hozir Fayzem klasterini Naymandagi filialiga yetib keldik. Suhbatimiz qiziq bo'ladi degan umiddaman. Assalomu alaykum. Nurullo aka, salomatlisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamasizmi? Ishlaysizlarmi? Vaqt ajratganingiz uchun xursandmiz. Rahmat aka. Qanday kayfiyatlaringiz? Kayfiyatlarimiz zo'r. Bu bizni Nayman filialimiz. Asosan bu yerda tikuv fabrikamiz va to'quv fabrikamiz joylashgan. Ha, boshlashdan oldin men bir savolim bor Nurullo aka. Yoshingiz nechida? Yoshim 25 ta. 25 ta. 25 yoshda qanday qilib buncha katta tekstil kompaniyasini muhim vintiga bo'lib ishlayapsiz? Birinchi o'rinda aytishim kerak, bu bizda oilaviy biznes. Men ikkinchi avlodman. Ha, avloddan avlodga o'tib kelayotgan biznes demak bu. Shunaqa. Balkim shu ham qanchadir rol o'ynagandir, chunki yoshligimizdan shuning ichida katta bo'lganmiz. To'g'ri ishlamaganmiz buning ichida, lekin shuning ichida o'ynab yurib ham nimadirlar ko'rganmiz, nimadirlar o'rganganmiz. Yoshligimiz shu yerda o'tgan. Zo'r. Hozir ham ish bo'lyaptimi bu yerda? Ha, hozir soat 4 bo'ldi, ish bo'lyapti bu yerda. Bir ko'rsatasizmi bizni? Tanishtirasizmi ishlar bilan? Bu nechinchi filial Nurullo aka bu? Bu bizning ikkinchi filialimiz. 2 yil oldin ochilgan. O'tgan yili bu filialimizga prezident ham tashrif buyurdi. Bizning shaxsan Shavkat Mirziyoyev tashrif buyurganmi? Ha, prezidentimiz tashrif buyurgan. Bu yerda faqat tikiladi. Bu yer faqat tikuv, upakovka, qadoqlash filialimiz bor. Bu yerda hozir 500 nafar odam o'zining ish faoliyatini olib boryapti. Fayzemda o'stir bo'lmasa, nechta odam ishlaydi? Fayzem klasterida. Bizning umumiy Fayzem klasterimizda barcha yo'nalishlarimizda 1,5 mingdan ortiq odam ishlaydi. Bundan 500 tasi shu yerda. 500 ta, demak har kuni bu yerda 500 ta odam ishlaydi. Shunaqa. Zo'r. Hozir Nurullo aka, hammani qiziqtirgan savollar bor. Biz buni tayyorlab kelganmiz. Agar shu savollarga javob bersangiz, menimcha juda qiziqarli, hamma uchun foydali suhbat bo'ladi. Harakat qilamiz savollarga javob berishga imkon qadar. Yaxshi. Nurullo aka, tekstil bozorida hozir eng katta krizis nima va uni Fayzem aynan qanday usullar bilan hal qilyapti? Krizis demagan bo'lardim. Buni raqobat deb atagan bo'lardik, chiroyliroq til bilan. Baribir har bir sohada yildan yilga raqobat oshib boradi. Endi biz hech qachon faqat O'zbekiston bilan raqobat qilmaymiz. Biz doim chet davlatlar bilan raqobat qilamiz, chunki tekstil bozorida katta o'yinchilar juda ko'p. Biz albatta ular bilan raqobat qilishga harakat qilamiz. O'zbekistondagi hamma tekstilchilar ham. Endi buni yechimi ishxonalar o'zini ustida ko'proq ishlash kerak, sifati to'g'risida, ishxonani avtomatlashtirish, ishxonani ishlab chiqarish darajasini oshirish, shu to'g'risida ishlash kerak. Shu bilan yechim bo'la oladi raqobatdosh bo'lishga. Demak, hamma yo'lda avtomatizatsiya qilish kerak, odam faktini kamaytirish kerak, shunda raqobatdosh bo'la oladi, xulosa qilsak bo'ladi. Shunaqa maksimal odam faktorini kamaytirish kerak, masalan, yangi texnologiyalardan foydalanish kerak. Doim sifatli mahsulot ishlab chiqarishga harakat qilish kerak. Bugunni o'ylash kerak emas. Bugun mana
klientga topshirdim mahsulotni, bo'ldi, qutuldim emas. Doim sifatli mahsulot ishlab chiqarishga harakat qilish kerak. Nurullo aka, eshitib qolyapmiz, katta zavodlar ham, o'rta bizneslar ham imенно tekstil sohasida yopilib ketayotganlari, bankrotga uchrayotganlarini eshityapmiz. Bu yerda faiz ham barqaror o'sib boryapti. Buni qanaqadir siri bormi? Barqaror o'sayotganimizni sirlaridan biri rahbarlarimizdan. O'zini ishini ustalari. Undan tashqari kadrlarimizdan. Ishchilarimiz ham maksimalli harakat qilganmiz o'zini ishini ustalarini olishga. Doim halollik tarafdorimiz. Yolg'ondan qochamiz. Klientlarga ham maksimalli o'zimizni odamdek muomala qilamiz. Chunki klientlarning ishi yursa, biz ishimiz yuradi. Ularning ishi yurmasa, bizniki to'xtaydi. O'zimizni bu cho'ntakdan u cho'ntakka olayotgandek narsani doimiy ushlaymiz. Shuning uchun baqirasizlar. Zo'r. Aka, yana bir savol. Bu sohada firibgarlik qayerda? Ishlab chiqaruvchidami, xaridordami, qaysi joyda ko'proq odamlar aldanyapti? Tekstil bozorida. Endi firibgarlik qidirsa, hamma jarayondan topsa bo'ladi. Lekin ishlab chiqaruvchilarning o'zlarini sirlari bor. Masalan, klientga aytmaydigan. Klientdan ko'proq foyda olish maqsadida, pul topish maqsadida ishni sifati, ayniqsa materialning sifatini tushiradigan narsa, lekin buni ko'pchilik klientlar tushunmaydi. Ishlab chiqaruvchilar o'zlari biladi. Shuni pasaytirib, ko'proq foyda olish maqsadida qiladigan ishxonalar ham bor. Fayzam lekin unaqa qilmaydi. Biz maksimalli harakat qilamiz klient talabi bo'yicha qilishga. Haligi o'zimiz boshqa o'zgartirish kiritishga harakat qilmaymiz. Shuning uchun biz klientni talabi bersa, klient talabi bo'yicha o'zimizni qoniqtiradigan narx beramiz. Klientga narximiz ma'qul kelsa ishlaymiz, ma'qul kelmasa yo'q, uzr. Biz bundan past sifatda qilib bera olmaymiz. Faqat narx boshqacha bo'ladi. Biz oldindan ogohlantiramiz. Lekin sen xohlayotgan sifatda narx shu, bundan pasaytira olmaymiz deb oldindan ogohlantiramiz. Hali klient ushlab qolish uchun klient aytgan narxga ko'nib dogovor qilib, undan keyin sifatsiz ish bermaymiz. Demak, oldindan bunaqa sifatli qilish uchun shunaqa narx kerak. Shu tamoyilda ishlaymiz. Zo'r. Mana sifat haqida gapirdik, Nurullo aka. Bizni aynan O'zbekiston, o'zbeklar orasida bitta gap bor. Turkiya mahsuloti eng topoviy, Turkiyaning sifati eng zo'r, O'zbekistondagi unchalik emas degan qanaqa gaplar yuradi. Bu qanchalik haqiqat? Oldin unaqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin hozir O'zbekistonda ancha rivojlanish bo'ldi. Hamma tekstillarimiz bitta faiz emas. Bu O'zbekistonda minglab tekstillar bor. O'sha Turkiya bilan, Turkiyaning istalgan korxonalar bilan raqobat qila oladi. Sababi oldin mutaxassis yetishmovchilik bo'lgan bo'lsa, hozir deyarli hamma ishxonada yetuk mutaxassislar bor. Kerak bo'lsa shu turklarni olib kelib ishlatishayotganlar bor. Undan tashqari o'zimizda o'zbek mutaxassislar ham o'sha turklarning darajasiga chiqqanlari bor. Hozir unaqa emas. Hozir bemalol raqobat qila oladi. Demak, hozir O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan matolari ham, kiyim-kechalari ham hammasi Turkiya bilan bemalol bellasha oladi, raqobat qila oladi. Shunaqa xulosa qilsak bo'ladi bemalol. Aka, mana kadr masalasida gap ochib qoldingiz. Men eshitishim bo'yicha, o'zi hamma sohada ham kadr muammosi bor, yo'q emas. Lekin tekstil sohasida qanchalik muammo sifatli yetuk kadr olish. Bu hamma yo'nalishdagi bizneslarning og'rig'i. Kadr. Bu narsa bizda ham bor. Maksimalni qiynalamiz bu narsani yetishda. Iloji boricha harakat qilamiz. Har bitta yo'nalishimizda kadrlarni o'zimizni ichimizdan yetishtirishga, o'zimiz o'rgatishga harakat qilamiz. Qanday ekosistema bormi? O'zingizlar o'qitasizlarmi, ta'gizlasizlarmi yo ustoz shogird an'anasi bormi? Imенно kadr bilan bo'lgan muammoga qanday yechim beryapti Fayzam? Asosan kadrlarimizni boshqa bo'limlarda ishlayotgan odamlarda agar ko'rsak, bu ishchimizdan masalan ko'tarilish anaqasi imkoniyati bor, bilimi bor, qobiliyati bor. Ko'tarilishni o'zi xohlaydi. Bunaqa masalan pastroq bo'limda ishlayotgan bo'lsa, bunaqa bo'limda ishlashni xohlamaydi. O'zini ishtiyoqi bor. Ishlashga deydigan ishchini ko'rsak, gaplashamiz, boshqa bo'limga olib o'tamiz, sinov qilib, ish o'rgatamiz u yerda.
eplab ketsa, u ishchi o'zi keyingi safar yana boshqa bo'limga yana ham ko'tarishga harakat qilamiz. Asosan o'zimizni ichimizdan chiqarishga harakat qilamiz, tashqaridan olgandan ko'ra. Tashqaridan faqat asosiy mutaxassislarni, masalan, o'zimizni ham bilimimiz yetmaydigan darajada narsalarni tashqaridagi mutaxassislardan o'rganamiz. Qolgan hammasini o'zimizdan yetishtiramiz. Yana bir o'rinli savol bor bu yerda. Men kuzatgan narsam faqat sizda emas, boshqa tekstillarda ham asosan yosh darajasiga qarasak, yoshlarga nisbatan ishlayotganlar ko'proq ekan tekstilda, endi tikuvda, boshqalarda. Yoshlar sal kamroq ekan. Nimaga tekstilga qiziqishmayapti yoshlar? Ochig'ini aytganda, oylik past. Tekstil bozorida oylik pastmi? Tekstil bozorida oylik past, asosan ayol kishilar ishlaydi. Endi bizda yosh darajasini oladigan bo'lsak, bizda yosh ishlaydiganlar ham bor. Lekin ular masalan kimdir erga tegib ketadi, ishlamaydi undan keyin. Shuning uchun. Bu muammoni qanday yetsa bo'ladi? Sizlar nima yo'l qilyapsizlar postoyanno kadr ta'minlash uchun? Fayzim qanaqa yo'l tutyapti? Kadrni hech qachon har doim yetarli qilishni ilojisi yo'q. Yetarli qila olmaysiz, maksimalni harakat qilamiz yetarli qilishga, lekin iloji yo'q. Shuning uchun biz yangi chiqqan mashinalar, yangi chiqqan texnologiyalardan foydalanib, inson omilini imkon qadar kamaytirib, bitta mashina kerak bo'lsa, ikkita, uchta jarayonni qiladigan darajada mashinalarni sotib olib, shu narsani yo'lga qo'yyapmiz. Ya'ni kadrni ko'paytirishga harakat emas, kam kadr bilan ko'p ishlab chiqarishga harakat qilyapmiz. Ya'ni bu zamonaviy texnologiya bilan bog'liq bo'lgan jarayon. Shunaqa. Zo'r. Endi yana bir savol, agar yosh yigitcha deylik, yosh qizcha deylik, 18 yoshdan ortgan, tekstilni kirib o'rganaman, ishlayman, bu yerda yaxshi karyera qilaman, yaxshi pul topaman desa, Fayzim qanaqadir unga imkoniyat bera oladimi? Albatta beramiz imkon. Kiradi, noldan boshlab o'rganadi, ishtiyoqi bor odam bo'lsa, biz jon deb unga hamma narsani o'rgatamiz, o'zimizda olib qolib, masalan, noldan o'rgatishlar mumkinmi masalan? Hech narsani bilmaydi. O'zi hamma noldan o'rganadi bu yerda, hech kim bilib kelmaydi. 99% odam noldan kelib o'rganadi. Ayol kishilarimiz chevar bo'lib o'rganadi. Master darajasiga chiqadi. Master bo'lgandan keyin, masalan, glavniy master, eng katta masterga chiqqan ishlarimiz hammasini noldan o'rgangan. Hech qaysi o'zi tayyor bo'lib kelmagan. Bemalol karyera qilsa bo'ladi. Masalan, kelsa bizda endi o'rtacha oylik 3 million, 3,5 million atrofida to'g'ri keladi. O'rtacha oylik bu. Lekin masalan masterlarimiz bor, 10 million, 15 million oylik oladigan masterlarimiz bor. Tushunarli. Nurullo aka, xo'p, yaxshi siz mana siz oliyda aytdingiz, kam o'zi tekstil bozorida oliylar deyapsiz. Lekin bu yerda yaxshi daromad qilishi mumkinmi? Men ko'p ko'ramiz, tekstil kompaniyasida bo'ladi, o'ziga ajratilgan qanaqadir ish bo'ladi, shuni har kuni kelib bajarish kerak. Qanaqadir yangi KPI sistemalariga yoki qancha ish ko'p qilsa, shuncha pul oladi degan sistema juda ko'p joyda yo'q hozircha. Bu Fayzenda bormi yo'qmi? Ya'ni pul bizda ishlab chiqarishimiz bo'limimizda masalan ayol tikuvchilarimiz rastenkaga ishlanadi, ya'ni hamma ishiga qarab oylik oladi. Masalan, aynan qandaydir oklad oylikda ishlamaydi. Ya'ni yaxshi ishchi yaxshi oylik oladi, yomon ishchi yomon oylik oladi. Ya'ni hammasini o'zini qo'lida. O'zini qo'lida. Biz qanaqadir maksimalni chegara qo'yib qo'ymaganmiz. Qo'lidan qancha ishlash kerak bo'lsa, biz shunga qarab potok qurilgan, shunga qarab joylashtiriladi, tikishiga qarab ish ta'minlab beriladi unga. Chevarlarimiz bor. Masalan, 8 million, 9 million oylik oladigan chevarlarimiz bor. Oddiy tikuvchi bo'lib ishlaydi. Lekin shu oylikda oladi. Shu oylikda oladi lekin. Lekin shunaqa chevarlar bor, 2,5 million oylikqa zo'rg'a chiqadiganlar bor. Ular qancha davomida ishlaydi? Keyin ko'tarishga harakat qiladimi yo qanaqadir motivatsiya berasizlarmi ular ko'targan yo 2,5 million qanchadir ishlaydi-da, keyin ishdan ketib qoladi? Yo'q, ular bilan postoyanno gaplashamiz, maqsadlarini o'rganamiz. Masalan, kimdir o'zi xohlab shunaqa darajada ishlaydi, bundan oshiq ishlolmaydi. Masalan, yoshi katta ayollarimiz bor, bundan ortiq ishlolmaydi. Ularni maksimal tezlikda ham ishlolmaydi. Ular sekin ishlashi kerak. Tez ishlasa ko'p brak o'tkazib yuboradi, ko'p brak tikib yuboradi. Ularni majbur bundan oshiq ko'tarila olmaydi. Kimdir ishlarimiz bor, tajribasi yetmagani uchun shunaqa qiladi. Ular yildan yilga ko'p ishlagani sari o'zlarini tajribasi ko'payib oshirib oladi. Yaxshi. Nurullo aka, men yaqinda bitta faktni ko'rdim, hayron qoldim. O'zbekistonda
statistikani rasmiy saytidan oldim bu narsani. Juda ham ko'p ekan, mingdan ortiq tekstil kompaniyalari bor ekan ishlab chiqaruvchi. Lekin marketing sifatida men nimani ko'ryapman? 90% marketing uchun, brending uchun pul tikmayapti. Nega? Tushunishim bo'yicha Fayz ham shu yo'lni boshladi. Sizlar Biz ham bulardan bittasi edik. Bulardan bittasi edik. Nima qaror qabul bo'ldi sizga shu narsani boshlashga? Bu narsani qilmaslikda iloji yo'q. Chunki boshida aytib o'tganimizdek, raqobat kuchayyapti. Rivojlanmoqchi bo'lgan ishxonalar shu yo'nalishni tanlash kerak, chunki ular ishlab chiqarishi uchun mijozlarni topish kerak. Marketingimizning asosiy maqsadimiz mijoz topish. Bizning maqsadimiz shu. O'zbekiston bozoridagi tekstil kompaniyalar o'zi qanday mijoz topadi odatda? Ya'ni an'anaviy usulga aylanib bo'lgan. Har xil yo'nalishlari bor. Eng ko'p uchraydigan. Masalan, har xil vystavkalarda qatnashamiz. O'zbekistonda o'zida ham bo'ladi, chet davlatlarda bo'ladi, ularda qatnashamiz. Biz o'zimizni profillarimiz bor. Ularni target yoqib topishimiz mumkin. Yoki o'zimizning eski an'anaviy usul klientlarimizdan eshitib keladigan mijozlarimiz bor. Mijozlarni topamiz. 2026-yilda agar tekstil bozorida marketingga o'tmasa, nima deb o'ylaysiz? Ishini yaxshi qila oladimi? 2026-yilda demayman-u, lekin yildan yilga qiyinlashib boradi. Yildan yilga qiyinlashib boradi. Eski klientlarim hozir ishlayotgan mijozlarga bog'lanib qolish kerak emas. Masalan, doimiy izlanish kerak, doimiy B varianti bo'lishi kerak. Mijoz masalasida. Mijoz masalasida doimiy B varianti bo'lishi kerak. Bir shunaqa davr bo'ldi, men tushunishim bo'yicha, karantin paytida deymizmi, karantindan keyinmi, farmatsevt bo'ladimi, boshqa avtomobil soziy bo'ladimi, farqi yo'q. Juda ko'pchilik o'zini tekstil guruhi oldi. Ya'ni kichkina uyga bo'lsa ham ochdi, kattaroq qilib bo'lsa ham ochdi. Bunaqa holat bo'lsa, sizlar uchun bu xavfmi yo imkoniyatmi? Ya'ni tekstil bozorida tekstil taklif beruvchilar ko'payib ketib qolsa, kichik, o'rta, katta bo'lsa ham. Sizlarni tushundim, mana avloddan avlodga o'tib kelayotgan narsa ekan. Xavf deb o'ylamayman. Nega ko'pchilik ochyapti? Chunki bu biznes yuryapti. Yurayotgani uchun ochyapti. Lekin to'g'ri, karantindan keyin tekstil ochgan fabrikalar juda ko'payib ketdi. Chunki karantin paytida odamlar kiyinishni to'xtatgan edi. Chunki hech kimga kerak emas. Karantindan chiqdi, o'sha odamlar o'zini kiyimga urdi, kiyinishni boshladi. Spros ko'payib ketdi kiyimlarga. Shuning uchun tekstil bozor uchdi. Tekstil bozorida hamma kiyim sotib olishni boshladi, hamma tekstil ishlab chiqarish, qurishni ham boshladi. Lekin mana hozir 5 yil o'tgach yana sekin-sekin o'sha odamlar to'yadi, sekin-sekin kamayishni boshlaydi. Raqobatchilar ko'paydi. Masalan, O'zbekiston bozorini deyarli 90% Rossiya bilan ishlaydi. Rossiyaga masalan Xitoy davlatlari kirishni boshladi. Hindiston kirishni boshladi. O'sha raqobat kuchaydi, endi raqobatga chidaganlar qoladi. Zo'r. Demak, hozirchalik Hindiston bilan, Xitoy bilan raqobat qilish qiyin. Yoki imkoni yo'q umuman. Yo'q, raqobat qilish qiyin, lekin qilamiz. Qilasizlar. Majburmiz. Nurullo aka, oxirgi marta vystavka haqida hozir gap ochib qo'ydingiz. Ya'ni ko'rgazma, to'g'rirog'ini aytsak, ko'rgazma oxirgi marta qaysi vystavkada qatnashdingiz o'zingiz? Vystavkaga qatnashmadik. Oxirgi marta Amerika Qo'shma Shtatlariga bordik. Andijondagi tadbirkorlarimiz bilan birgalikda. U yoqda Amerikani bozorini o'rganish maqsadida, unga kirish imkoniyatlarini bilish maqsadida bordik. Qanchalik haqiqat O'zbekiston yoki Fayz ham Amerikaga eksport qilishi? Kira olmaymiz Amerikaga. To'g'ri, u yerda raqobat kuchli, bozor katta, lekin shunga yarasha raqobat ham kuchli. Lekin harakat qilib kiramiz. Kirish uchun ozroq bilim kerak, u yerda o'rganishimiz kerak. Ular Amerika aholisini kiyinish uslublarini o'rganishimiz kerak. U yerda keyin modasi juda tez o'zgaradi. Bizni davlatlarga o'xshab yoki eslangan davlatlarga o'xshab sekin emas, u yerda tez. Ularni o'rganyapmiz hozir. Kirish arafasidamiz, xudo xohlasa. Ularni sertifikatlarini olish bo'yicha ham ishlayapmiz. Endi sertifikatlari birinchi o'rinda emas, lekin ishlayapmiz. Xudo xohlasa kuchli bo'lib, haligi вооруженный bo'lib kiramiz. Tayyorgarlik bilan. Tayyorgarlik bilan.
Zo'r. Yana bir nimani o'tkirib qoldim, internetda chiqib qoldi. Ya'ni menimcha rekordga ketib qoldi bu narsa. Fayzem Afg'onistonga $2 million shartnoma qildi. Ya'ni bilamiz, Fayzem tekstil emas faqat, bu klaster. Yana sizlarda boshqa yo'nalishlar ham bor. Afg'onistonga bordinglarmi, o'zlari kelishdimi? Qanday ular bilan $1 million shartnomalar qilyapsizlar? Savdo sanoat palatasini unaqa uyushtirgan Afg'onistonliklarni tadbirkorlar delegatsiyasini taklif qilgan O'zbekistonga. Toshkentda bu yoqdagi O'zbekistondagi tadbirkorlarni ko'rishtirishdi. Shu jarayonda bo'ldi. Biz odamlar ham borgan u yerga. Shu u yerga un sotish bo'yicha kelishuvga erishdik. Sotish boshlandi. Va u davomiy sotyapti bu narsa. Hozirda davomiy sotilyapti. Afg'onistonlarga faqat un sotyapsizmi yoki boshqa mahsulotlar ham bormi? Tekstil nima sotmayapsiz? Hozircha faqat un. Hozir biz harakat qilyapmiz paxta yog'larini ham sotishga. U peragavorlar ketyapti. Tekstil mahsulotlarini ham sotish niyatimiz bor, lekin ularni kiyinish uslubi standart emas. Endi ularni o'zlarini uslublariga mos qilib biz obrazetslar yubordik, u yoqdagi seriyalarga yubordik. Endi javob kutyapmiz. U yerda aynan kiyim sohasida ishlaydigan odam topmadik. O'zimizning sohada, un sohasida ishlayotgan odamlarimiz bilan gaplashib, bizga shunaqa kiyim sohasida ishlaydigan odam topish kerak deb ularga biz obrazetslarni yubordik. Hozir kutyapmiz. Ular ham qidiruvda. Nurullo aka, hozir shaxsiyroq savolga o'taman. Fayzemni ishni boshlaganingizdan beri eng qilgan katta xatoingiz nima deb o'ylaysiz? Va sizga qancha tushgan? Katta xato, deyarli har kuni xato qilamiz. Endi katta xato deganda qiymati bo'yicha katta bo'lishi kerakmi? Balki qiymati bo'yicha budjet tarafdan. Endi shu xatoni qilmaganingizda, deylik, shuncha $1000 yo'q bitkazmassiz. Bilmayman. Xatolar shunchalik ko'pmi? Endi qanchalik kattaligiga bog'liq. Unaqa o'ta katta xato qilmadish kerak. Tushunarli. Eng to'g'ri qilgan qaroringiz qaysimda bo'lgan? Shu yerda ish faoliyatingizni boshlagandan keyin. Eng to'g'ri qilgan qarorimiz ishxonani modernizatsiya qilayotganimiz, ya'ni yangi texnologiyalar olib kirayotganimiz, rivojlanish yo'lini tanlaganimizda. Bitta joyda to'xtashni xohlamadik. Hozir ham to'xtamayapmiz. Bundan keyin ham Xudo xohlasa to'xtamaymiz. Demak, shunday xulosa qilsak bo'ladi, to'g'rimi Nurullo aka? Tekstil bozorida barqaror o'sish uchun, ob'yomni kattaytirish uchun avvalo kerak sifatni doim ushlab turish, malakali kadrlar doim yetkazish va marketing bilan hamnafas ishlash, zamon bilan hamnafas ishlash, bu rezultat, natija degani. To'g'rimi? To'g'ri. Bitta narsani aytib qo'yishim kerak. Kam xarajat bilan ko'p narsa ishlab chiqarish. Ya'ni nima deganim, kam ishchi o'rni bilan yoki to'g'ri planlashtirish bilan tezroq, sifatliroq va o'z vaqtida ishlab chiqarish kerak. Ya'ni bu qo'ygan maqsadingiz qaysi vaqtda amalga oshirmoqchisiz? 1 yil, 3 yil, 10 yil? Bu narsa hech qachon tugamaydi. Har doim shu yangilanib, har doim yaxshilanib boradi. Hech qachon tugamaydi bu. Tugagan kuni ishxona yopilgan kuni bo'ladi. Tushunarli. Nurullo aka, rahmat bugungi suhbat uchun. Bu yerda endi bitta xulosa qilgan narsamiz bor. Demak, hali ham tekstil imkoniyati katta. Minovoy darajada katta kompaniyaga aylanish mumkin. Buning uchun faqat agar siz bilan bo'lgan suhbatimizga asoslansak, sifatda, malakali kadrlarni doimiy rivojlantirishda, avtomatizatsiyaga tushirishda va marketing bilan hamnafas bo'lishda agar qilsak, Asu kompaniya o'zini o'rnini barqaror Fayzem kabi rivojlantira oladi. Shunaqa imkoniyat bor, imkoniyat yo'q emas. Harakat qilish kerak, yangilikka intilish kerak, to'xtab qolish kerak emas. Bizni ham hali bilmaydigan narsamiz juda ko'p. Hali 1% ga ham yetmaganmiz. O'zini ustida ishlash kerak-da. Tushunarli. Nurullo aka, rahmat. Vaqtingizni rozi bo'lasiz. Salomat bo'ling, xursandmiz. Rahmat, kelib turinglar. Bu demak loyihasining birinchi soni edi. Keyingi sonlarda sizlar bilan boshqa tadbirkorlar bilan eng muhim bo'lgan savollar og'riga javob topamiz. Like, izoh, kommentariy qoldirmang va albatta kommentariyada demak nima haqida gaplashamiz degan savol qoldiring. Shu muammolar haqida gaplashamiz. Rahmat.